Assalomu alaykum. Andijon ekonom pechkalaridan. Yana sizlarning xizmatingizda. Xo'p, bizni chiroyli yana ham narx-navosini, ishlarini, ko'rinishlarini yana ham tushuntirib beringlar degan klientlarimiz bor ekan, ularga tushuntirish davom etadi. Aksessuarlar bular alohida mavzu. Xo'p, turlilarimiz, pechkalar turlilarimiz, bo'yi 1.5 lik. Narxi keladigan bo'lsa 1.200.000 so'm. Hozirgi vaqtda skidkada. Xo'p, rishotkasi, turbasi, aksessuari mutlaqo tekin holatda qo'shib beramiz. Ichiga solib beriladi. Dastlabki holatlarida dastlabchilarimiz o'zlari uylarga yetkazib beradi. Ko'proq olsanglar dastlabkamiz ham tekin holatda qilib beradi. Xo'p, bu pechkalarimizga keladigan bo'lsak, bu pechkalarimiz o'choqli pechkalarimiz, ularning ham stenasi turlida 1.600.000 so'm hozirgi paytda. Xo'p, orqasida turgan pechkamizni ham yaqinroq ko'rsatib beringlar. Buni ham yangilik deb chiqarishgan, oldin o'sgandan. Bularimiz 1.400.000 so'mdan. Xo'p, bu pechkalarimizga keladigan bo'lsak, reflyonka katta 1.35 lik, 1.30 lik. Bu pechkalarimiz narxlariga keladigan bo'lsak, 1.800.000 so'm. Xo'p, pechkalarimiz, zagotovkalarimiz hammasi turlida. Chiroyli yaqindan ko'rsatib bering, odam so'ragan ekan. O'ta chiroyli, yangi mahsulotlar, yangi tovarlarda. Ishlarimiz sifatiga keladigan bo'lsak, sifatli, o'ta chiroyli, narxlarda ham, ish sohasida ham, chaklarida ham ko'rsatib bering mana shoplarini, ichlaridan. Shoplari tutun chiqmaydi. Har bir ishimizga o'zimiz javob beramiz. Svachlarimiz ham hozirgi paytda ishlashyapti o'zlari. Usta svachlarida yollangan bu aka. Usta Fayzullo. Xo'p, usta Ulug'bek aka, master Rossiyalarda xizmat ko'rsatib kelgan. Xo'p, pechkalarimizda katta pechkalarimiz reflyonkani biroz oldin ko'rsatdim. 1.8 lik pechkamiz bu ichki holatlari. Mana shoplarini ko'rsating. Hech qayerdan o'rta tutun chiqmaydi. Hamma joy sifatli, yoni 2 lik, qalinligi 4 lik. O'txonasi 5 lik bo'ladi. O'txonasi deganda, o'txonasini bu yerga kelamiz. O'txonasi 5 likda bo'ladi. Ish sifatlariga keladigan bo'lsak, ish sifatlari o'ta chiroyli holatda, ideal holatda qilishgan. Ustalarimiz qo'lida dard ko'rmasin. Yana nima kamchilik, yana nima so'raydigan bo'lsanglar, biz xudo xolasa yanada yorqinroq qilib yorib berishga harakat qilamiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, o'ta skidka narxda. Chunki hozirgi paytda qurilishda ertaroq qurib ketamiz deb harakat qilasizlar. Bo'ldi, endi qish chiqib ketdi, endi sovqatmaymiz demanglar. Albatta bu qish keladi.